Diqqat markazimizda Eron bilan bog'liq oxirgi tafsilotlar haqida. Muzokarada Eron tarixiy iroda va sinovdan o'tgan davlat. Bugun dunyo yana bir bor savol bermoqda. Eron qanday qilib yillar davom etgan bosim, sanksiya va tahdidlarga qaramay hali ham tik turibdi? Bu oddiy savol emas, bu tarixiy jarayonlarga berilgan savol. Bosim ostida shakllangan iroda Eron so'nggi 10 yilliklarda eng og'ir sinovlardan o'tdi. Iqtisodiy sanksiyalar, xalqaro izolyatsiya, doimiy harbiy tahdidlar. Lekin tarix shuni ko'rsatdiki, har bir bosim bu davlatni sindirmadi, aksincha chiniqtirdi. Bu yerda gap faqat siyosat haqida emas, bu milliy ruh, tarixiy xotira va qarshilik madaniyati haqida. Kuch va sabr muvozanati. Ko'pchilik davlatlar bosim ostida yon beradi, ammo Eron boshqa yo'lni tanladi. Tez taslim bo'lish emas, uzoq o'yin o'ynash. Bu strategiya oddiy ko'rinishi mumkin, lekin amalda bu yuqori darajadagi siyosiy sabr. Bugun esa natija ko'rinmoqda. Kecha shart qo'yganlar bugun muzokara qilishga majbur. Muzokara zaiflik emas. Ko'pchilik muzokarani taslim bo'lish deb o'ylaydi. Aslida esa bu kuchning boshqa ko'rinishi. AQSh kabi global kuch bilan teng stolda o'tirishning o'ziyoq siyosiy og'irlik, strategik chidamlilik, xalqaro maydondagi o'rinni bildiradi. Bu yerda asosiy savol: kim nimadan voz kechyapti? Va aynan shu nuqtada Eron o'z pozitsiyasini saqlab qolayotganini ko'rish mumkin. Tarixiy tajriba Eronni nima kuchli qiladi? Eron tasodifan bunday emas. U qadimiy sivilizatsiya merosiga ega. Tashqi bosimlarga moslashishni o'rgangan, ichki qarshilik ruhini yo'qotmagan. Bu davlatni faqat harbiy kuch bilan baholab bo'lmaydi. Bu psixologik va strategik davlat. Haqiqat va hissiyot orasida. Bugun ayrimlar Eronni g'alaba qildi deydi, boshqalar esa buni rad etadi. Haqiqat esa o'rtada. Bu hali yakuniy g'alaba emas, ammo bu taslim ham emas. Bu uzoq davom etadigan siyosiy o'yinning muhim bosqichi. Xulosa shuki, tarix yozilyapti. Bugungi muzokaralar oddiy kelishuv emas. Bu tarixiy sinovning navbatdagi sahifasi. Va bu sahifada bitta fikr aniq yozilmoqda. Eron bosim ostida ham o'z irodasini yo'qotmagan davlat sifatida tarixda qolmoqda. Bu g'alabami? Balki yo'q, lekin bu eng muhim narsa. Bukilmaslikning o'zi ham g'alabaning boshlanishidir. Burchim TV doimo xizmatingizda kuzatib borishda davom eting. Barchaga rahmat.